Xitoy Kommunist hökuməti 2016 yıldan başlap Şərq Türkistanda oçuq-aşkarı irqiy qırğınçılıq ep bardı. Bu irqiy qırğınçılıq Şərq Türkistan miqyasında Uyğur və başqa Türkiy musulmonlarga qarta keng ko'lamlik tutub turish, jazo lagerlari, sud sirtida o'lim jazosi berish, qiynash va boshqa insoniyatga qarshi qilmishlar, milliy va madaniyat assimilyatsiyasi, nazorat qilish, oilalarni ayirish, bolalar lagerlari, majburiy til o'zgartish, diniy cheklamalar, məcburi əmgək və toğut çəklaş qatarlıq usullar bilan bugunga qadar davamlaşmaqda. Bu irqiy qırğınçılıqның arqasındakı Xitoy dövləti və millətinin hərəkətləndirgüç gücü diqqət qilishimizga arziydi. Çünki bu Xitoylarning Şərq Türkistanda tunji qatam irqiy qirg'in qilishi emas. Ular erishgan har bir fursatda irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan har xil usullarni ishlatib, Şərq Türkistonni xitoylashtirishga urinib keldi. Angliya Tashqi ishlar ministri James Cleverly 30 avgust Xitoy ziyoratini boshladi. Fransiya Xalqaro radiosunun xabar qilishicha, Cleverly Beijingda o'tkazilgan ikki taraflik uchrashuvlarda Rossiya-Ukraina uchrashuvi va Janubiy dengizdagi jiddiy vaziyatni misol qilib, Xitoyning yer shari bexatarligi jihatda mas'uliyatchan harakat qilishining muhimligini ko'rsatib o'tgan. U yana Xitoy amaldorlariga Uyg'urlar va Tibetlarning kishilik huquq masalasidagi mas'uliyatini eslatish bilan birga, Hong Kongning o'z-o'zini boshqarish qurilmasining buzilishiga qarta andishini o'tirg'a qo'ygan. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo Amerika şirketler haqida Xitoyni ogohlantirdi. Raimondo Xitoyda savdo qilayotgan Amerika shirkatlarining savr taqtining tugayotganligini bayon qildi. Yaqinda Beijingda Xitoy amaldorlari bilan suhbatlashgan Amerika Savdo ministri Gina Raimondo 3-sentabr yakshanba kuni Amerika televiziya kanallarining ziyoratini qabul qildi. Amerika Ovozi radiosuning xabariga qaraganda, Raimondo Xitoyda faoliyat qilayotgan Amerika shirkatlarining oldin faraz qilishiga bo'lgan savdo muhiti va barobar sharoitga erishish haqqi borligini ta'kidlagan. Xitoy iqtisodining eshish sur'atining ostilishi, iste'molchilarning ehtiyojining tuvanlishi va ishlab chiqarishning ostilishi sababidan Xitoy bilan quyuq iqtisodiy munosabati bor qo'shni davlatlar uchun xatar qo'ng'irog'i chalindi. Xitoy iqtisodining nacharlashishi Osiyodagi qo'shni davlatlarning iqtisodiga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Egilinishcha, Hindistonning Chandrayaan 3 olamchorlash mashinasi Ay sharining janubiy qutbidagi vazifasini tamomlagandan keyin uxlash holatiga kirgan. Hindiston olam tadqiqot organi e'lon qilgan bayonotida Quyosh nurining hamda Ay sharining u rayonga borolmaydiganligini bayon qilib mundaq dedi. Qo'zg'atqich vazifasini tamomladi. U hozir bexatar to'xtatilib, uxlash holatiga keltirildi. Turkiya davlatlik ayollar voleybol komandasi Yevropa chempioni bo'ldi. Hiç yengilmezsin hal qilg'ish musobaqaga kirgan Turkiya ayollar voleybol komandasi 2023-yillik Yevropa lavha talashish musobaqasining hal qilg'ish musobaqasida 3-2 natija bilan Serbiyani mag'lub qilib, tarixda tunji qatam chempion bo'ldi. Egilinishcha, Belgiyaning poytaxti Brusselda o'tkazilgan hal qilg'ish musobaqasida Turkiya komandasi 3 qatam chempion bo'lgan Serbiya komandasini mag'lub qilgan.